Kimlar uchun? Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugungi gap podkastimiz navbatdagi soni va bugungi mehmonlarimiz menejment koordinatori Jalolov Umijon aka va Bunyodbek aka, menejment fakulteti 5 tashabbus koordinatorlari. Rahmat. Demak, biz boshladik. Bugungi savollarimiz qiziqarli va aynan bizni qiziqtirgan savollarga javob topamiz degan umiddamiz. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Rahmat. Xushvaqt bo'linglar. Kayfiyat juda ham zo'r. Avvalambor taklif uchun kattakon rahmat. Chunki birinchi menga taklifnoma berganlarda to'g'risi sherigim kim deb sizni ham so'ragandim. Chunki nima desam bo'ladi? Boshqa televizordagi intervyudan tashqari bu joyga kelib savol-javobda qatnashish bu juda ham katta narsa. Hayajonlarim shuni ko'rib hayajonlarimni ko'rsa bo'ladi. Hozir zirang tushmasimiz davom etdi-da. Men televideniyega borsam ham bunaqa hayajonlanmagan. Lekin hozir meni savol-javob qilishganda men aka hayajonlanib qolman deyapti-da. O'zingizni tanishtirsangiz. Bunyod boshlang. Ma'lumot bering. sariq bosib oling. Bormi? Endi ishlayapti. Eshitmagan ishlayapti. Mana ishlayaptimi? Tanishtirsangiz Xo'p. Men Tursunbek Bunyodbek Anvar o'g'li, menejment fakulteti 3-kurs talabasiman. Hozirgi kunda 5 tashabbus loyihalari koordinatori faoliyati bo'yicha fakultetda o'zimizning faoliyatimizni olib boramiz. Men Jalolov Umijon Xudoberdi o'g'li. Toshkent shahar Mirzo-Ulug'bek tumani. Menejment fakulteti 3-kurs talabasi, Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar yo'nalishi talabasiman va hozirgi kunda menejment fakulteti bosh koordinatori hamda yoshlar yetakchisi hisoblanaman. Va boya aytganimdek, sherigim kim deb so'raganimni chala qolib ketdi, chunki hayajon bosdi. Apros ham qoldirdim Instagram tarmog'imda. Sherigim kim bo'ladi deb yozsam, hamma har xil variantda berishdi. Ular orasida sizlar ham bilasizlar kimligini. Lekin o'zi Bunyod stories qo'ygan ekanda, o'zi bolalar Bunyod aka, Bunyod og'a, Bunyod degandan keyin to'xtadi. Bunyod storiesga bitta kirsam, o'sha taklifnoma turibdi. Keyin o'zlariga sira aloqaga chiqdim. Aka, xudo xolasa birgalikda demak podkastda ishtirok etar ekanmiz dedim va bundan juda ham xursand bo'ldim. Sherikni to'g'ri tanlabsiz. Uni kim maslahat bergan odamga ham rahmat. Siz maslahat bergan odamni ham taniysiz siz? Yo'q. Prosta kim bo'lsa ham o'shanga rahmat. Chunki qarang aka, nimaga men bundan xursand bo'laman bilasizmi? Bunyod to'g'ri, uncha ijtimoiy tarmoqda unaqa zo'r faoliyat yuritmaydilar. Universitetda ham misol uchun Bunyod desa hamma press klub biladi-da. Lekin menejment fakultetida asosiy ustunlardan biri Bunyod hisoblanadi. Nimaga? Chunki 5 tashabbus yo'nalish koordinatori bilasizlar, har bitta yo'nalish kirib ketadi. Unga qizda bo'lsin, IT bo'lsin, kitob o'qish bo'lsin, hammasi 5 tashabbusga kiradi. Sport ayniqsa. Bilasizlar, universitetimizda sportga juda ham katta e'tibor beriladi. Rektor kubogi, dekan kubogi, talabalar ligasi, hammasini jamoasini shakllantirish, jamoa bilan ishlash, biz bu yerda bosh bo'lganimiz bilan asosiy vazifani Bunyod bajaradi. Shuning hisobiga fakultetda nimaiki yutuq erishilayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda Alloh shunchalik qo'llab-quvvatlab turibdi. Ikkinchi o'rinda dekan, zamdekan ustozlarimiz, uchinchi o'rinda Bunyod turadi. Undan keyin men turaman. Men buni har doim aytaman. Tengli, yo'q, bu yerda men emas, teng. Yo'q, endi baribir asosiy ustunlardan hisoblanadi. Bunyod o'shani hisobiga men to'g'risi juda ham xursand bo'ldim. Shunchalik kuzatuv natijalarida mana shu Bunyod bilan meni ushbu joyga taklif qilibsizlar. O'zimiz uchun ham bu har doimgidek arxiv bo'lib qoladi. Esdalik kun bo'ladi. Eng esda qolarli kun bo'ladi. Men aytdim, Umid nimani gapiramiz bor doim. Faqat hamma narsani aytib qo'ysa, me'yorida. Keyin Umidga ham aytdim, Umid, если bizga savol berib qolsa, o'zimiz vositaga gaplashib ketsak. Aka, hammasini aytib qo'yapsiz hozir. Nimaga? Halol kayfiyat. Hamma sirni aytib qo'ydilar. Bo'ldi endi. Nimani gapiramiz? Sir yo'q. Sir yo'q. Umijon aka savol berishni boshlab berdilar bizlarni gapirib. Savollarni boshlaymiz. Albatta. Mana o'ziz boshladingiz. Bunyod akani taklif qilib nashq qilibsizlar. Partner tanlashda adashmabsizlar deysiz. Shunaqa. Biz ko'p kuzatdik. Ana shu sherik topishni qiynaldik sizga. Hamma bilyapsiz. To'g'ri. Kim bilan qilsak yaxshi bo'ladi degan fikr bo'ldi ekanimizda. Juda ham ko'p ikkilandik. Keyin Bunyod aka eng yaqin o'rtog'ingizlar, ancha yildan beri birga ishlaysizlar. Hayotda ham bizni kuzatganimizda kiyimlaringizgacha bir xil. Birgasizlar.
institutga kelgan paytinglar birga kelgansizlar manimcha. Yoshlik davringlar birga o'tganmi yoki? Yo'q. Shu tanishgan davringlarni aytib bersanglar. Xo'p. Ayting. Aka o'sha tema, o'sha o'zimiz ish- gaplashish. Har doim mana shu universitetda nimaki tadbir bo'lsa, bilasizlar, tadbirga komanda yig'ish, komanda o'sha tadbirgacha bo'lgan vaqtda turli xil asab buzilishlar, turli xil muammolar, o'zimiz uchun muammo-da, lekin muammo emas. O'sha narsadan o'tib bo'lganimizdan keyin aka bilan har doim gaplashamiz-da. Bunyod birinchi tanishganimiz esingizmi deymiz-da. Birinchi tanishganimiz qanaqa? Biz yoshlikdan birga katta bo'lmaganmiz. Bunyodni men mana shu universitetga o'qishga kirgan kunim taniganman. Taqdir taqozosi bilan ikkinchi kursda koordinator bo'lishimiz kerak bo'lib qoldi. Ya'ni meni bosh koordinatorlikka nomzod qilib berishdi. U yog'iga men 7 ta koordinator nomzod qilishim kerak. Va unga bilasizlar, mas'uliyatni his qiladigan, tartib intizomli, haqiqatdan qo'ldan nimadir keladigan bolalar qizda kerak. Da. Va 5 tashabbus yo'nalishiga Bunyodni nomzodini ko'rdik, unga taklif berdik. Bo'ldi aka dedi. Shu bilan o'sha ikkinchi kursdan boshlab nimaiki bo'lsa, qaysi teshik bo'lsa hammasiga birga kirib chiqqanmiz. Nimaiki bo'lsa shunaqa bo'lgan. Va mana Xudoga shukr, menejment fakulteti universitetimizda misol uchun ko'plar havas qiladi, ko'plar u menejment fakultetiga misol uchun o'tishni orzu qilishadi. Shunaqa gaplar ham eshitganman. Ko'plar ushbu fakultetdan faxrlanadi. Boshqa fakultetlar ham zo'r. Baribir o'zi o'qiyotgan fakultetdan talabalar faxrlanayotgan bo'lsa, demak biz o'zimizni vazifamizni bajargan hisoblanamiz-da. Va yana bir bor aytaman, ushbu fakultetda mana shunaqa darajaga yetib turishiga katta sababchi ham Bunyod hisoblanadi. Siz bilan. Albatta. Endi birgalikda baribir-da, aka. Bizda shunaqa savol bor. Armiyada bir yil armiyada o'tashdingiz va o'sha yerda tanishgansizlar. Yo'q. Yo'q. Endi biz ham ikkalamiz ham harbiy xizmatga borganmiz. Mana shu harbiy xizmatga borganimiz sababli juda ham yaqinmiz-da. To'g'risi bizani ko'rgan aka-uka deb o'yladi-da. Chunki bular Toshkentda xizmat qilganlar. Bitta yili boshqa boshqa. Armiyadagi eng yaxshi kun va eng yomon kun haqida gaplashamiz. Bunyod. Eng yaxshi Men bilganimni aytib bering. Juda ham ko'pda qiziqarli holat. Chunki 1 yil davomida bilasizmi? Endi u aytmoqchi bo'layotgan narsalarimiz o'zi qolishi kerak bo'lgan narsa-da, o'zi sir ochib bo'lmaydi misol uchun, to'g'ri? Mayli, ochavering, aka. Bir kuni xullas nimadir yoqimga sig'ib qo'yaman starsonamga. Keyin razvod bo'layotgan payt posbon bo'lganman etajimda, ishonasizmi? Poli men majburiyatni so'rashganda, borganingizdan keyin birinchi 30 kun yoki 40 kun karantinda bo'lasiz, majburiyat o'tlaysiz, o'zingiz vazifasi, funksiyaviy vazifalaringizni bajarishingiz uchun. Posbon majburiyatlari ancha-muncha ko'p edi, yodlashingizga, yoddan bilishingiz kerak. Keyin o'zini ishini qilmayapti deb menga naprinch ketgan. Keyin komand zavod, guruh komandirim hammasi chiqlaring, majburiyatni 100% so'ralaring. Короче, naryad через naryad tosh tashlashmoqchi bo'lgandim. Birinchi bo'lib o'sha posbon bo'lsam, o'zimni komandirimga bo'ysunib o'sha kelgan sirasi savol javob qilgan o'zi. Undan o'tganman. 12-modda bo'lardi, katta. Uni yodlamagan edim, komandirim bilardi, yodlaganman uni ham. Yorordim-da, xullas. Ikkinchi odam guruh komandirim keldi, unga ham yorgan, komandirim keldi, zampalitim keldi, hammasi gapirib, oxiri stashin ham o'zi keldi-da. Короче, bir haftalab qolib ketganman-da posbonda. Nizashda qilmagan ishim uchun. Ozodalik, chayni atiq qilishardi. Etajimda qanaqadir chayn bo'lsa, bundoq qilishardi, yaptım deyishardi. Shunaqa eng yomon ko'rgan shunim o'sha, ayniqsa mendan keyingi patok kelganda, o'zimizdan kichkinalar kelgan paytda faqat sen namunalisa posbon bo'lishing kerak, posbon bo'lib qolishganini yomon ko'rgan. Ikki oyoq turasiz-da, o'rta tumbuchkada deyiladi. Kimdir keyingi payt komanda berasiz, uyg'onish payti bo'lganda qurol olish paytida komanda berishingiz kerak. Eng yomon ko'rgan narsa shu edi. Bitta turganda 2 soat turasiz xullas, bitta joyda. Posbonni yomon ko'raman, lekin mashina tortish bitta joyda turishingiz kerak. Tumbuchka bo'ladi o'zi. Tumbuchka mana shu Telefon qilsa telefonga javob berishingiz kerak, o'sha joydan qimirlashingiz kerak emas. Biriga bir joy, biriga bir ham emas. Yarim metrga yarim metr joy. Yo'qshida turadi, bo'ldi. Turasiz mana shunda, bo'ldi. Eshikdan kirganga zo'r bo'yicha navbatchi eshikka deb turaverasiz, bo'ldi-da, chuvasi. Eng yomon ko'rgan shuni shu posbonlik tushganim. Eng yaxshi ko'rgan kunim har hafta shanba kuni men o'zim Toshkentda xizmat qilgan bo'lsak, bormagan muzeyimizda qolmadi, harbiy bo'yicha. Keyin zo'r bitta o'tgan kunimiz bor, 8-mart agar o'zi qizlar kuni bo'ladigan bo'lsa, biz 5-mart kuni 100 ta bolani telebashni minoraga olib chiqib banket qilganmiz ishonasizmi? O'zingizga bayram. Armiyada qiz bola nima qilsin aka? 100 ta bola 5-mart kuni biz mashina o'tirganmiz. O'shanisi eng esda qolarli kun bo'lgan. Undan oldin o'sha muzeylarga borganmiz, rasmlarga tushganmiz, mazza qilganmiz. Xullas, har shanba keyin ofitserskiy oshxonamiz bo'lardi.
o'zimizni pulimizdan olib 30,000 so'mga, lekin normal yeymiz, misol uchun xohlagan narsamizni yeydi, xohlagan narsamizni ichamiz. O'sha Ovqatlanishda kunlar muammo bo'lmagan. ovqatlanish yo'q. Armiyada Chunki- ovqatlanishda muammo bo'lmaydi. Yo'q, boshida qiynalganmiz. Kech payt soat 6 da ovqat bo'lardi, undan keyin hech narsa yo'q. Misol uchun hozir o'z oddiy grajdanskiy hayotimizda 11 da 1 da yeyaveramiz, farqi yo'q. Bu yoqda bir hafta shunaqa holimiz ochadi. Yo endi Keyin aka, bu yoqda shunday- rejim bo'ladida. O'sha Shunaqa. rejimga agar organizm ham tushib olsa-chi, sog'lom ovqatlanish hisoblanadida. Shunda man aytayotgan narsam boshida karantin payti Ha, boshidagi endi boshida soat 10 ga borib nimadir yeyimiz kelardi, nimadir ichgimiz kelardi. Misol uchun u yerda gazli narsa mumkin emas-da. Kola, Pepsi man hayotda icha olsam yo'q. Afserskiy borganingiz ichmasangiz, shunaqa narsa bo'lgan. Ikki xil holat. Xo'p, men o'zim bular Toshkentda xizmat qilgan bo'lsam, men Namanganda xizmat qilganman, Pop tumanida. Xo'p, eng esda qolarli kun haligacha esimda, ketishimizga bir hafta qolgan. Bir hafta qolgan, o'sha hamma dembel o'zicha shunaqa narsa bor. Armiyada o'sha ketar payt o'zicha hamma dembel bo'ladi. Ya'ni o'sha 1 yillik xizmatni yorib yuborgan o'zicha. Ha, o'sha bir haftadan keyin ketadi uyiga, tushunasizmi? Ya'ni o'zini askar qo'yib yuboradi-da. Hamma ham emas, bordi bitta ikkitasi, bo'ldi, ketaman-u. Unga yomonlik qilib ko'radi, ofitseriga, bir yil davomida kimga ko'zi yomon ko'ringan bo'lsa, hammasi nimadir qilib ko'rmoqchi bo'ladi. Mana xizmatdoshlar agar ko'rib turgan bo'lsa, ketishimizga bir hafta qolganda birinchi yotoqxona dedik, aka. Kechasi hech kim uxlamayapti-da, tushunasizmi? Soat 10 dan keyin atboy, hamma uxlash kerak, lekin hech kim uxlamayapti. O'sha yotoqxonaning kattasi bor, podpolkovnik. Familiyasini esimda yo'q, to'g'risi. Yomon ko'raman yomon odamlarni eslash. Yo'q, yomon odam emas, prosta o'sha payt bizga shunaqa ko'rinib qolganlar. Kechasi kirilyapti, posbon aytyapti, hamma uxlalaring, tekshiruv yuribdi. Xo'p, deyapti, hamma bilganini qoldi. Keyin eshikdan biz yana posbon, ya'ni o'sha navbatchi gapiryapti deb o'ylasak, u podpolkovnik gapirayotgan ekan. Askarlar uxlalaring deyapti-da. Bittasi nimadir gapirib, shunday chalib qo'ydi. Shunday chalib qo'ydi. Na prinsga chaldi-da. Keyin posbon dedi, svetlarni yoqdi, kazarma svet yoqildi. Yotoqxona saflandi. Hamma uzun koridorga 2 qator saflandi. Uxlaganlar turdi, uxlamaganlar yana saflandi. Kim shunday chaldi deyapti. Hech kim indamayapti-da. Chunki unaqa payt hech kim indamaydi. Bilgan odam ham jim turadi-da. Chunki armiyada shunaqa narsaki, bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Kim shunday chaldi deyapti, hech kim indamayapti. Bo'ldi deyapti. Upornochi принято. Ya'ni qo'l tirangan holda, ajimaniya qiladigan bor-ku, shunaqa payt turasiz, mashinada turasiz yerda. Hammani shunaqa yotqizdi. O'zi 5 minut tursangiz yetadi-da. Yarim soat shunaqa turganmiz. Mashdan ter chiqib, ishoning, undan ko'ra ajimaniya qilsangiz mazza-da. Endi bu narsani aytish qanchalik to'g'ri, noto'g'ri bilmadim, lekin bu yaxshi kunlar ham ko'p bo'lgan. O'sha ketishimizga bir hafta qolganda bitta askar deb hamma shunaqa jazolangan. Ertasiga bayram kuni edi. Qaysidir bayram edi o'sha payt, hayitmidi. Ertasi kuni hamma bayram qilish kerak. Biz plasda saf bo'ylab shagatdachab yurganmiz-da. Armiya baribir hayot maktabi, har bitta erkak kishi baribir armiyaga borib ko'rib kelishi kerak armiyaning hayotini. Nimaga? Chunki armiyada birinchidan yaqinlarni qadrini bilasiz, ota-onani sog'inchi, ularning mehrini, yaqinlaringizni. Chunki u yerda borsangiz hech kim bo'lmaydi-da. Armiya lekin xizmatni baribir hamma ko'rib kelish kerak, hammaga maslahat beraman. Agarda vaqtingiz bo'lsa, albatta xizmatga bir borib ko'rib kelinglar. Chunki irodali, matonatli, chidamli, hayotga esa boshqa ko'z bilan qaraydigan bo'lib kelasizlar. Umuman boshqa narsalarni o'rganib keladi armiya. Albatta, aytaman-ku, eng muhimi hayotga boshqa ko'z bilan qaraysizlar, ishoning. Fikrlashingiz, dunyo qarashingiz tubdan o'zgaradi. Tubdan o'zgaradi. Zamonga qaysi jihatdan yengillayapman deb o'ylaysizlar? Zamonga qaraganda. Aynan nimaga orqada qolyapman? Va, To'g'ri savol, zo'r savol. aytdim-a, qo'rqaman shu savollardan dedim. Ertaga Bo'lishi mumkin. Vaqt tomonlama yengillayapmiz. Vaqt qanaqadir kunimiz 24 soat bo'ladigan bo'lsa, vaqt bizga kamlik qilayotganga o'xshaydi. Nimaga? Chunki biz hozir universitetda to'g'ri faol talabamiz, ham lider talabamiz. Universitet misol uchun fakultet yetakchisimizda. Ishoninglar, ertaga soat 8:30 da o'qishga kelsak, darsga kiramiz, obedda darsdan chiqamiz, bo'ldi, soat 8:30, 9, 9:30, 10 gacha qolib ketgan, даже 12 gacha qolib ketgan vaqtlarimiz bo'ldi-da. storyslaringizni ko'ramiz. Hammasini qo'yib borishga harakat qilaman. Kimdir aytadi, nimaga stories ko'p qo'yaverasiz, Umidjon deyshadi-da. Men birinchidan agar yoqmayotgan bo'lsa chiqib ketinglar deb yozgim keladi, lekin baribir o'zi ko'radigan odam qoladi, ko'rmaydigan odam o'zi avtomatik atpiska qilishadi-da. Men u narsani qo'yib kimgadir maqtanish emas, prostaki shunchaki o'sha hayotimda bo'layotgan narsani o'zim uchun o'sha stories degani bu arxiv, tarixda
oradan vaqt o'tgandan keyin o'sha arxivga kirib voy qara shunaqa narsalar bo'lgan ekan deb o'zini eslab o'tirish u menga oldimga qo'ygan maqsadimda. Oradan bir 10 yil o'tib tasavvur qiling, yonimda bitta bola bilan, o'zimni bolam bilan qara, adey shunaqa bo'lganda bundoq ko'rsatsam, yutuqlarimni, shunaqa borgan joylarimni ko'rsatsam, boshqacha narsa-da bu. Shu vaqt tomonlama menimcha yengilvomiz deb o'ylaymiz. Chunki ertalab chiqib ketamiz, uyda hamma uxlayotgan bo'ladi. Kechqurun yetib boshlaydi, uyda hamma uxlayotgan bo'ladi. Ertalab onam meni turg'izib ketadilar, yana ishga tushib ketadilar, yana tursam hamma uxlayapti, choy ichib yana o'qishga tushib ketaman. Yakshanba kunlari ham, shanba kunlari ham biz baribir universitetda bo'lib qolamiz, xohlasak, xohlamasak. Chunki o'zimizga yoqadi deb narsa. Komanda bilan ishlash, jamoa bilan ishlash, mana shu fakultetda nimadir yengillik qilish o'zimizga yoqadi. Shuni hisobiga ancha vaqtdan yengilvomiz deb o'ylayman. O'zi hamma narsadan maksimal foydalanishga harakat qilyapmiz. Lekin shunda ham bizning ko'nglimizdan chiqmayapti-da. Masalan, mana shu narsa endi bizani yoqtirmayotgan narsamiz. Lekin masalan, vaqt kelsa 12 soat ketyapti, deganda vaqt kelsa 24 soat ketib qolibdi. Lekin men bitta xohlayotgan narsa undan ko'proq narsani xohlayapti-da. Mana shu narsa uchun erisha olmayapmiz hali biz o'zimiz xohlagan narsaga. Eng achchiq narsamiz shu. Lekin shunaqangi vaqtlar bo'lgan, o'ylaganimizdan ham ortig'iga erishganmiz. Natijasi biz o'ylaymiz nimadir chiqadi deb, lekin natijasiga kelganda o'sha ko'ryapmiz ko'zimiz bilan вообще boshqacha natijada. Bu nimadan darak beradi? Alloh shunchaki chevar zotki, biz xohlayotgan narsamizni bilib turib, undan ortiq ham tayyorlab qo'ygan. Biz shunchaki to'g'ri asab ketar, to'g'ri vaqt ketar, to'g'ri moliya tomonlama ketar, lekin natijasi biz o'ylaganimizdan ham ortiq bo'lgan. Harakat qilgansizlar. Albatta. Lekin bu narsa ancha mazali. Uni rohati boshqachada, ishoning. Yaxshi ko'rib qilsangiz, o'sha ko'ngil so'nayotgan sababi menimcha shu. Misol uchun oddiy misol, yaqinda Bunyod bilan kollaboratsiya qilib video qo'ydik. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, tandirini oldin non oblochka qo'yib qo'yganmiz. Olis hayot yo'llarida hamrohim, yaxshi yomon kunlarimga guvohim, dard u alam istamlardan panohim, chin do'stimdan ayirmagin Allohim. Olis hayot yo'llarida hamrohim, yaxshi yomon kunlarimga guvohim, dard u alam istamlardan panohim, chin do'stimdan ayirmagin Allohim. Allohim do'stim kelsa koshonadir kulbam ham, do'stim bo'lsa yiroq yurar mendan g'am, mayli menga bo'lsin hammada dalam, chin do'stimdan ayirmagin Allohim. Tangrim quloq tutgil mening nolamga, do'stdan bo'lak kimim ham bor olamda, gar jon kerak bo'lsa olgin tanamdan, chin do'stimdan ayirmagin Allohim. Qo'yganman. Nimaga? Chunki o'sha milliy liboslar fakultetlar aro ko'rik tanlovi o'sha kun o'zi bu o'sha kunimizdan bir parcha hisoblanadi. O'sha videochi, lekin ungacha ham juda ham ko'plab yutuqlar bo'lgan. Hammasi umumiy jihatda mana shunaqa jarayonda bo'ladi-da. Men o'sha videoda o'sha jarayonni ko'rsatib berishga harakat qildim. Haqiqatdan biz uncha harakat qilmadik-da. Ya'ni okaga ham aytdim. Aka deyman. Qarang, mana bunaqa narsa to'g'risi yoqmayapti, o'sha asablar chidamayapti-da, to'g'risi. Ani asabiylashib aka aytib aka qo'ysangiz-chi deb. Bo'ladigan narsa-yu. Keling, mana bunaqa narsa qilaylik, mana bunaqa narsa qilaylik yoki nimadirlarni aytsam, aka o'zimiz sistemaga o'tamiz. Qanaqa qog'oz olamiz deydilar. Nima qilishimiz kerak? Hammasini yozib chiqamiz, bo'ldi. Hamma narsani mana shu qog'ozga qilamiz, yopamiz, hech narsani o'ylamang deydilar. Bo'ldi, mana shunaqa narsa natijada o'sha ketma-ketlikda bajaramiz, natijasini ko'ramiz deyaptilar-da. O'sha kuni shunaqa narsa bo'ldi, biz birinchi o'rin kutmagandik. Bolalar birinchi kurslarimiz asosiy sostav, ikkinchi kurslarimizda bor. O'shan bilan harakat qildik. Doira chalishini Bunyodda o'sha kuni bildim men. To'g'risi-chi, doira hamma doira qilyapti, Namangan oformleniya tashqari chotki qilib qo'yganmiz-da, nimadir qilishimiz kerak. Boshqa fakultetlar dang'ir-dong'ir qilyapti-da. To'xta deyman-da, doira olib chiqaman deyman. Doira topdim-da.
manimcha endi o'zim o'ylayapman sal bo'lsa ham doda chalish bilan o'zim chalsam kerak Man deyapmanda. so'radim sizdan aka doirasini olaylik, men qo'shiq fakultetiga. Bular aytyaptilar endi men chalishimni aytyaptilar deb o'shaning uchun so'rayaptilar deb o'yladimda. Endi o'zim chalsam kerak doira topdim, olib chiqaman chalyapman-da. Aka menga bering deyapti. Doirani olib tang'ira no'ngri ketdilar-yu. Aka deyapman. Zamda ekan dekanlarimiz hayronda. Buni yo'qmi bu deyapti. Men desam, qanaqa chalyapti? Yoryapti-yu deyaptilar-da. Ko'rsatgan hali. Shuni birinchi shartni o'tkazib oldi, ikkinchi shart sahna ko'rinishiga ham chiqqanmiz, ketma-ket hammasini bajarib zo'r qildik. Yuzimiz yorug' bo'ldi va birinchi o'rinni bizga berishdi. O'sha paytda ishoning, men xursand bo'la olmadim. Nimaga? Bilmayman, qanaqadir yig'i keldi. Uni ko'rganlar ham misol uchun bilishadi. Nimaga? Chunki nima desam bo'ladi? U o'sha paytgacha yetib borish biz uchun juda ham katta natija edi. O'shaning uchun bunyodga aytaman. Aka ham o'sha payt video olganlar, bu yerda videoni ham topib oldim. Aka mana nima deganini video oltirdi o'zlariga bosh telefonda. Bu yerda ham video olingan topganman-da. Xuddi o'sha jarayonni men harakat qildim, o'sha video qilib yoritib berishga. Endi keyingi savolim, kimni ko'proq sog'indingiz hayotingizdagi? Qaysi odamni ko'proq sog'inasiz hozirgi kunda? Balki u odam hozir hayotda yo'qdir. Ay qarang. Ko'z yosh to'kadi hozir yig'laydi. Yig'lataman degandilar bor, haqiqatdan. Kim aytdi? Savollarni qatdan topasizlar. Amir, Gap yo'q. sizning fanatlaringiz sizga savol Menda kim? Menda. Aytaman aka darajasi bilan ketyapti. Yo'q, yig'lataman dedilar-da, men Men ishonmagandim. savol javob bermaylik, kelinglar. Lekin bu ta'sir qilish kerak emas, podkast oxirigacha. Yo'q, ta'sir qilmaydi, просто gapirasizmi? Yo'q, men bu savol gapirgan lekin men Bu ham xuddi shunaqa Instagramda bitta she'r aytib qo'yganman, ko'rgan bo'lsanglar, u she'rni esa o'sha mushoira ko'pdagi bitta talaba yozganda, ya'ni dodamni sog'indim degan. Men armiyaga ketar paytim o'zim birinchi o'rinda mana misol uchun birinchi sondagi Zebo bilan Sevinch muzikali maktabga borganman deyishdi. Men ham o'zim yoshligimda muzikali shkolaga, musiqa maktabiga borganman. 6 yil davomida qatnashganman an'anaviy xonandalik bo'yicha. Aktyorskiy she'r aytishlar ham o'sha yerda rivojlangan. Men birinchi kursim, birinchi sinfimda maktab paytida bunaqa sahnaga chiqib gapiradigan bola emas edim. Mana hozir bemalol sizlarga nutqimni, o'sha fikrimni bayon qilyapman-ku, unaqa payt sahnaga chiqib 4 qator she'r ayta olmaganman. Men uni videosini hali Instagramga qo'ymaganman, videosi turibdi. Просто men yana bir xudo xolasa maqsad qo'yganman, shu bitta yaxshi bitta natijaga erishgandan keyin oldingi Umidjon bilan hozirgi Umidjon qanaqa edi degan narsani qo'yish niyat qilib yuribman. Xudo xolasa uni ham qo'yaman. Shunaqa payt muzikali maktabga borgan, muzikali maktab meni ancha ochdi. Buning uchun ota-onamga kattakon rahmat aytaman. Shunchalik to'g'ri, ingliz tili, matematikaga berishsa bo'lardi, lekin musiqa maktabiga berishdi. Ular ko'risha oldi-da, mana shu sohada. Va men nima desam bo'ladi, madaniyat institutiga topshirdim. Ya'ni mana shu madaniyat sohasiga ketishim kerak edi. Topshirdim. Ba'zi bir kichkina xatolarim tufayli nima desam bo'ladi, 3-4 ball yetmasdan kirolmay qoldim-da madaniyatga. Kirolmagandan keyin endi o'zim misol uchun birinchi yil topshirdim, uncha anaqa bo'lmaydi. Lekin bu yerda ota-onam, ayniqsa onam haligacha ko'z oldimda yig'laganlarida. Ya'ni ular kirolmaganiga yig'lamayaptilar. Men o'sha narsani kirolmaganligimni o'ylab, qanaqadir ma'noda immunitetim tushib ketib deydimi, bilintirib qo'yganman-da. Ona o'sha narsani sezadi-da. Ona o'shanaqa payt onam ko'ryaptilar-da, yig'layaptilar. Nimaga yig'layapsiz desam, o'g'lim, sen o'qishga kirolmaganingga xafa bo'lmagin. Men unga xafa bo'lmayapman desam, yo'q, sen o'shanga xafa bo'lsan, xafa bo'lmagin. Sen keyingi yil xudo xolasa o'sha madaniyat institutiga grantga kirasan dedi. Men oyi dedim, haqiqatdan men xudo xolasa keyingi yuzlarni yoriq qilib, men grantga o'qishga kiraman dedim. O'zimga maqsad qo'ydim va oradan vaqt o'tdi-da, armiyaga keldi, armiyaga ketdim. Armiyadan kelyapman, bu yerda dodam bo'lardi. Dodam o'zlari ham narxozda o'qiganlar, hokim bo'lganlar-da. Adamga aytayotdilar. Sen mana shu o'g'lingni o'qitishing kerak edi, hozir 5 yil o'qishga kirish kerak edi. Sen mana shu o'g'lingni kirgiza olmading, ishlatding dedilar. Endi men ishlardim-da bo'sh vaqtimda. Opamga qarashardim. O'sha payt baribir men o'zimda his qildim-da, to'xtadim men. Bu yil keyingi yil hammasiga ko'rsatib qo'yaman deb o'zimga maqsad qo'ydim, lekin meni xayolimda madaniyat institutiga kirish edi. Armiyaga chaqirishdi, armiyaga ketdim. Borib ligot olib kelaman, xudo xolasa deb maqsad qo'ydim-da, armiyaga ketdim. O'sha payt dodamni ahvollari sal og'irlashib qoldi. O'sha yoshlari ham katta edi. Va haligacha esimda. 15-noyabr kuni akamning to'ylari bo'lishi kerak.
xizmat уже 6 oy xizmat qilib qo'yganman. Ruxsat olishdi mani to'yga borishimga 3 kunga. Boraman, dodamni oldiga kiraman formada, qo'limda ana faxriyorlik armiyadan berishgandi. O'sha narsani men olib boraman deb dodamga o'zim maqsad qilib qo'ydim. Faxriyorlik olib boraman, dodam ko'ryapti. Uni videosi haligacha bor. Dodamning bitta zo'r gaplari bor edi. Aynani deb qo'yardilar. Aynani deb qo'yardilar. Kiroman, dodam mana shunaqa desam, barakalla, barakalla deyaptilar. Xursandlar, bu yerda ota-onam xursand. O'shanda ham men o'sha birinchi o'sha 6 oylik xizmatda ham polivoy formada borganman. Ustimda anaqa bushlat, boshimda, bushlat, boshimda telpe armiyskida kiryapman, shagat tashab kiryapman-da. Birinchi shagatlarim haligacha ko'rsam, anaqa bo'lyapti, lekin o'sha payt uydagilar yig'lab kutyapti-da. Dodam oldiga kiryapman formada shunaqa bo'lyapti-da. Ana Umedjon keldi. Assalomu alaykum. Doda? Ana Mana bu sizga. ko'rish oldi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshimi? Siz yaxshimi? Ana doda sizga faxriyorlik. Keyin ertasiga to'y o'tkazdi, yana qaytib ketdim. Oradan 15 kun o'tdi. 30-noyabr, 1-dekabr. Tasavvur qilasizlar, men xizmatdaman, Qorovul naryad tushganman. Har naryad tushganimda telefon topardim, uydaligim telefon qilardim. Alo. Birinchi bo'lib onamga qilardim, keyin opamga qilardim, keyin adamlarga qilardim. Onamga telefon qilaman, onam qattasida davomli hammasi yaxshi deyaptilar, lekin nimadir bor-da, tushunasizmi? Nimadir bor. Da, ammo gapirishlari baribir yig'imsirab gapiryaptilar, lekin harakat qilyaptilar menga sezdirmaslikka. Qattasilar desam, pastdan, endi biz tepa past turamiz, amakim adam bitta hovlida-da. Pastda dodamlar ham bor. Pastamiz deyaptilar. Kim bilan desam, adanglar shu o'tiradi deyapti. Gaplashib oldim, chiroyli gaplashyapti, lekin aytishmayapti. Opamga telefon qilaman. Qilaman, tusholmayapman. Qilaman, tusholmayapman. Xizmat yana 2 soat naryadga chiqib tushdim. Yana kelaman, yana telefon qilaman. Cho'ta ko'ngil notinch-da, nimadir bor. Telefon qilamanda opam ko'tardilar oxir. Assalomu alaykum opajon, yaxshimi desam, yig'lab yubordilar-da. Nima bo'ldi desam, Umidjon, dodam berib qo'ydik deyaptilar-da. Men naryadda, Namangan, uyimdan uzoqdaman-da. Sani harakat qildim so'rab olib kelishga, lekin baribir nima desam bo'ladi, ruxsat berishmadi, chunki to'yga kelib ketuvdim. Shunaqa deyaptilar-da. Men o'shaning birinchi marta yaqin insonim. To'g'ri, o'lim haq hamma o'tadi bu hayotdan, lekin o'sha payt birinchi marta yaqin insonim o'tib qolganini men his qildim-da. Tem bo'lik naryaddan uzoqdaman, xizmat paytida o'sha qanaqadir вообще o'zim berib qo'ydim, to'g'risi. Keyin bilmayman nimadir bo'ldi. Oradan 2 kun o'tdi, siqilib yurdim, lekin o'zimga o'zim aytdim, to'xta, Umid, ham yig'laganing bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Bo'ldi, o'tdi. Oxiratlar obod bo'lsin dedim. Sen endi shunaqa xizmat qilishing kerakki, seni tepada kuzatib turibdilar ular. Sen ularga nimadir va'da berib ketgan bo'lsang, o'sha narsani sen bajarishing kerak. Ishonasizlarmi? Alloh haqiqatdan chevar zotda. Oradan 6 oy o'tyapti, xizmat tugayapti, ligota oldim, prava oldim. Uyga yorug' yuz bilan shagat tashab bordim. Hamma xursand. Madaniyatga kirishim kerak-ku. To'xtatdim. Ligotam bor, madaniyat kerak emas dedim-da. Balim chiqdi, zo'r bo'ldi. Mandat chiqyapti. Siz Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini jahon iqtisodiyot va xalqaro iqtisodiy munosabatlar yo'nalishiga o'qishga kirdingiz deyapti. O'sha oyimga telefon qilaman. Uning ham videosi bor. Oyim men mashinada o'tirib, uni videosini men har doim mana shunaqa yaxshi yomon kunimni harakat qilaman, qancha gapirib bo'lsa ham esdalik qilib qoldirishga-da. Oyimga o'sha payt sira telefon qilaman. Oyim, tabriklang, talaba bo'ldim deyman. Qayerga kirdingiz sizlar? Narxozga desam, oyim xursandchiliklarni ko'rsangiz. U bilmayman, ta'riflashga qanaqa bor. Keyin o'sha boyaga bergan savolingizdan xuddi shu-da. Kimni sog'inasiz? Mana shu dodamni sog'inaman-da. Dodamga mana doda o'qishga kirdim, narxozga kirdim degan narsani aytish men uchun armon bo'lib qolgan, lekin baribir bilaman, tepadan kuzatib, meni qo'llab-quvvatlab turibdilar. Oxiratlari obod bo'lsin. Savolga javob aytib ketishingiz 2023-yil 22-avgust edi. Shunaqa o'qishga kirgan kuningiz. Bir sizni kuzatuvchingiz shunday yozganlar, shubhasiz bu sana Umidjon Jalolov hayotining eng porloq,
eng quvonchga to'la sahifalardan biri bo'lib qoladi. Chunki aynan shu kun uning barcha ezgu orzulariga eshik ochgan. Wow. 3 yil davomida kutib kelgan talabalik baxti nihoyat qo'lga kiritilgan edi. Rahmat. Va anonim talabamizni qiziqtiradigan savol shuki, o'sha tongda avtomashinaga o'tirib, hayajon aralash quvonch ko'z yoshlarini yashira olmagan holda onasiga qo'ng'iroq qilib xushxabar yetkazgan Umidjon bu darajadagi yutuqlar, bu qadar yorqin muvaffaqiyatlarga erishishdan haqida o'ylab ko'rganmidi? Savolni qarang, hozir javob berib ketdilarmi? aytolmanku, mana aytolmanku, o'sha narsa men kutilmagan natija bo'lgan. Natija chiqyaptiki, narxoz yuribdi, tushunasizmi? U men uchun birinchidan madaniyatga kira olmaganim armon bo'lib qolgan o'sha vaqtda. Lekin narxozga kirish men uchun juda ham katta, yangi eshikni ochganda. Mana qaranglar, mana hozir 3-kursmanda, lekin erishgan natijam bunaqa ko'p emas, lekin bilmayman. Bunda orqaga qarasamchi, Umidjon, agar sen madaniyatga kirganingda hozir mana shu joylarda o'tirish, misol uchun oddiy mana shu podkast, agar men narxozda o'qiganimda sizlar meni podkast chaqirarmidinglar? Yo'q. Madaniyat o'qiganimda hozir qayerdadir men qo'shiq aytib yurgan bo'lardim. Yokida qayerdadir misol uchun aktyor yokida artist bo'lib yurgan bo'lardim. Lekin narxozga kirishim men uchun juda ham yangi eshiklarni ochdi-da. Xudoga shukr, harakat qildik. Lekin bu sohani ham qoldirmadim. O'zimni hobbi sifatimda harakat qilib, uni biznesga aylantirib, birlikda bizneslarim ham bor mana shu san'at yo'nalishida-da. Men armon bo'lib qoldim madaniyatga kirishim. O'sha armonim ham ushaldi. Keyingi yiliga meni ukam bor, Abdulloh Sagdullayev. O'zi radnoy ukam emas, lekin radnoy ukamdan ham yaqin bo'lib ketgan. Keyingi yilga maktabni bitirdi, madaniyatga topshirdi. Uni imtihon ijodiy bo'ladi. Imtihon jarayonlarida o'zim o'sha yerda bo'ldim, qo'llab-quvvatlab. Imtihon topshirayotgan hayajonni o'zim ham his qildim. O'sha o'qishga men keyingi yilga maqsad qildim, madaniyatga grantga kiraman. O'sha o'qishga keyingi yilga Abdulloh grantga kirdi. Bo'ldi, men o'sha hayotda armonim qolmadi. Juda ham ajoyib o'zim uchun nima desam bo'ladi, tarix yaratildi o'sha vaqtda. Mana hozir grantda 2-kursda o'qib yuribdi. Uni ham madaniyatga borsangiz, Abdulloh desangiz, misol uchun hammasi taniydi. O'zini misol uchun yo'nalishi bor, o'zini imiji bor. Uni ko'rganlar meni oldimda ko'p yurganligi uchun men bilan teng bola deb o'ylaydi, lekin u mendan 4 yosh kichkina bola. Shunaqa. Lekin savol uchun va yoritilgan o'qib beringchi. Buni yozganini qarang, yangi yo'llar. Yangi yo'l? Ha. Universitetga yangilab qadam qo'ygan kezlari qalbidan toshib chiqqan, onalarini farishtalarga qiyoslagan farishtalar o'xshar onamga misralar esa bu allaqachon alohida bir hikoya, alohida bir ilhom manzili edi. Bu she'rni rosti kuzatishlar kim bo'lsa ham Yaqinlaringiz o'zingiz o'qib menimcha u yilda bo'lgan narsalar menimcha qattiq yozib opa yo kursdosh, yaqin kursdosh kimdir, kim ekan ko'rib bo'ladi. bo'lishlari mumkin. Ismlarni ham anonim tarzda bo'lganlar va yoritib berishingizni ham so'rayman-da. Ismlarni Vayzer taxallusi bilan yozganlar va bu taxallusga siz kelajakda juda ham ko'p yuzma-yuz kelar ekansiz degan bir Wow. alohida Kelajakda. jimmo bo'lib qoldi-ya. Kelajakda. Yomon, o'zim uchun ham Vayzer. Farishtalar o'xshab meni onamga. Bilasizlar, birinchi kursda tanishtirma aytib bo'ladi. O'qish boshlanyapti. Ertasiga dars. Darsga olmanda bog'lik kelib olganman. Abetdan keyin o'qishim, bog'lik kelib olganman. Kelayotgan bolalarning hammasi birinchi kurs bilasiz-ku. Unda anqaga keladi. Assalomu alaykum deyman, kutyapman-da. Qaysi guruhsiz deyman. Agar EMO 75, 76 desa, "O, kursdosh ekanmiz, ismingiz nima?" deb tanishib ketyapman-da. EMO 77 yoki 76, 75 desa, "Siz mana bu yoqqa kirasiz deyman. Siz mana bu yoqqa kirasiz deyman." Alla hayron-da. Chiqishib ketgansan. Siraz alla hayron. Bu kim tuturma deyapti-da. Endi galstukimda, kostyumda hamma hayron. O'sha payt o'sha siraz startda qilib qo'yishgan. Oradan vaqt o'tib tanishtirma aytib, juma kuni patokka olib kirishgan. To'g'ri 3-patok. Auditoriya zali. O'sha payt uchu bo'lardi. Farangiz, Suhrob, Sardor aka Rahmatullayev, Doniyorov Sardor aka shular kirishgan. Ikkita govdali Sardor, ikkalasi ham 2-kurs ekan. 2003, 2002 yil bolalar, qaranglar. Lekin ular kostyumda kirib shunaqangi gapirib, butun auditoriyani ovoldi o'ziga. Auditoriyachi jim o'tiribdi. Biz ular qanaqadirchi anaqa deb o'ylaymiz. Dekamiz deb o'ylaymiz. Gapirishlari, auditoriyani o'ziga olib, gapirayotgan gapini yetkazib berishida Sardor aka Rahmatulloh. Wow dedim-da. Kim ekan bular deyman-da. Cho'tta nimadir o'rganish kerak bulardan deyman-da. Keyin oranglarda qo'shiq aytadigan bolalar bormi deyapti-da.
hech kim qo'l ko'tarmayapti o'sha vaqt. Men qo'limni bundoq ko'tardim. Butun patok to'ladi, lekin hech kim qo'l ko'tarmayapti. Men qo'limni ko'tardim. Sardor aka, mana shu bolaga bitta qarta chalyaptilar. Hamma qarta gusur chalyapti, men tushib boryapman. Nima aytasiz deyapti? Aka, men qo'shiq aytolmayman, she'r aytib beraman deyapti. Bo'ldi deyaptilar. Mikrofonni oldimda. Muzika kerakmi deyaptilar. Aka, montajda qo'yib olaman deyapman akaga. Bu yoqda bittasiga kamera berib kelganman. Vizaga olib bering deb. De mikrofonni oldimda. Aka, qanaqa gapirgan bo'lsalar. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli talabalar. Sizlarni hamma aytgandek, birinchi kursga qabul qilingani bilan tabriklayman, chunki bu joyda o'tirish hammaga emas. Chunki tashqarida qolib ketgan, o'qishga kirolmagan talabalar qancha desam, hamma wow. Chali! Sardor akalar hayron. Kim bu deyapti? Birinchi kurs. Qanaqa birinchi kurs u deyapti-da. Men o'zim ham hayronman, ishoning. Men she'r aytaman-ku, ona haqida she'r aytishim kerak, lekin men oddiy aytmayman, she'razi. Birinchi gap bilan o'sha she'rga eshitayotgan odamlarni olib borib olaman. Chunki mana hozir bilasizlar, o'qishga kirishni eng katta orzu qilgan inson o'zida bo'lishi mumkin, lekin sizlardan ham katta orzu qilgan inson bu ota-ona. Eng birinchi o'rinda ona hisoblanadi deyman. Chunki ona sizlarni 9 oy qonni ko'tarib, o'lim bilan olishib dunyoga keltirib va hozirgi paytgacha sizlarni oq yuvib, oq tarab o'stirgan odam deyman. Chunki o'shanga yetsa kerak deyman. Farishtalar onajonlarimiz farishtalarga emas, farishtalar onajonlarimizga o'xshaydi deyman-da. Hozir shu fursatdan foydalanib, mana shu haqida bitta to'rt qator she'r beraman deyman. Hamma yana qarshi chaldi. Uje bo'ldi, hamma jim o'tiribdi-da. Ana Sardor akalar hammasi hayron. Kim bu deyapti-da. She'rni chiroyli qilib aytdim, hamma qarshi chaldi. O'zi Sardor aka ko'rishib, ismi nima deyapti, nomerlarimni olib qolib. Shundan keyin men Sardor aka bilan chiqib ketganman. Sardor aka kim ekan desam, fakultetning yoshlar yetakchisi ekan o'sha vaqtda. Faollik guruhiga qo'shilganman. Nimaiki bo'lsa qatnashganman. O'zimni o'sha payt o'sha qirralarimni ochishni boshlaganman va shu mana hozirgi paytda o'zim ham Sardor akaning o'rinlarida yetakchi bo'lib kelyapman va xullas o'sha kun chiroyli tarixga aylangandi. Mana hozir birov o'sha narsani yana esladim xullas. Lekin mana shu savolni yozib, ta'riflab berib, shunaqangi aniq narsalarni yozgan odamga ham Vayzer dedingiz menimcha. Kattakon rahmat. Agar ana eshitib turgan bo'lsangiz, menga aloqaga chiqing Vayzer. Men kimligingiz prosta qiziqdim. To'g'risi. Xo'p, Bunyodbek akaga savol. Agar o'tmishga chipta sotilganda, qaysi vaqt oralig'ini tanlagan bo'lardingiz? Zo'r savol. Bu sizga anonim savol kelgan. Qaysidir yoshingiz oralig'i Yosh misol uchun. oralig'i yoki qaysidir voqeami? Bizlarning homiylarimiz. Finjon. O, Finjonlar bor. finjon. Bizning homiy. Ha? Sizlar uchun alohida. Yo, men aytmayman o'zi o'tgan vaqtim uchun. Aynan bilet bo'lsa ham, misol uchun sotib olgan bo'lardim, o'sha o'tmishga qaytish bileti. Chunki men o'zimda ham qiziqarli bo'lgan. Agar shu ko'rib o'tmaganimda men ham mana shunaqa darajaga yetib kelmasdim. Misol uchun aytaman. Boshida ham muzikalniga borardim, ham sportga ham borardim, ham o'qish boshida aytishgan ko'pchilik menga eplolmaysan, bittasini qilsangchi deyishgan. Men ko'p aytaman bularga. Bir xil paytda zalga borgan paytimizda endi kichkina bolaga ish ishlamaganmiz. Uydagilar ham bir xil payt qarshilik bo'lishardi. O'qishingni o'qi, bormaysan, sportingga ham, muzikalningga ham bormaysan dedi. Lekin sportga borardi. Oylik to'lab o'tib ketib qolardi. Xo'rasizlar, kichkina bola bo'lganmiz. Zalga borgan paytimizda pul berolmay kunlarim bo'lib qolgan trenerimga. O'sha payt buzardan chiqib bosh trenerga bo'lgan. Shunaqa kunlarim bo'lgan. Qiziq o'tgan, keyin o'qituvchilarim juda ham yaxshi ko'rishardi, lekin o'sha o'qituvchilarimga ham xat kelgan. Trenerlarim nomidan oke. Shu qiyinchilik ko'rganmiz yoshligimizda. Qaytishi o'sha kunlarni men xohladim yana bitta boshqatdan o'tishga, lekin ayniqsa masalan aytishim mumkin. 12-14 yoshimga qaytib mana shu kunlarni o'zgartiraman deb ayta olmayman. Shu mana shu 22 yosh bo'lsa, hozir o'sha 22 yoshgacha roziman men xolos. Shunaqa narsa. O'zgartirish niyatim yo'q. Shuncha paytdan beri o'tgan narsalar sizga tajriba bo'lib kelgan. Xuddi shunaqa. Hozirgi darajangizga ham o'sha narsalar ko'plab Katta sababchisi o'sha tarbiyaga mana shu narsa. Bunyodagi sizda misol uchun institut davomida bo'ladimi, hayot davomida bo'ladimi? Qanaqadir ish qilganingizda baribir ham xato kamchilik bo'ladi. Albatta. Aynan bitta narsaga katta urg'u qaratishingiz kerak. Xuddi shunaqa. Nima narsa shu? Nimadir xato bo'lmasligi kerakmi? Yoki aynan bitta tarafni ideal qilib yaratishga harakat qilasizmi? Faqat bittasida. O'zimdan kattalarning gapini har doim hurmat qilganman, eshitaman.
lekin man ko'p o'zim aytganimni qilaman. Xo'p, kimdir xo'p deydi, lekin o'zinikini qiladi. Bo'pti, kimdir- aka, mana shunday qilamiz deydi, xo'p deydi, lekin o'zinikini qiladi. Lekin o'sha narsa to'g'ri bo'lib chiqadi. Kimdir masalan ustozimizlar ko'p beradilar vazifa ham harakat qilaman bajarishga, lekin o'zimdan nimadir qo'shishga harakat qilaman deyman. Keyin bundoq qaraydilarda nimasini o'zgartirdim, aytganimni qilsang bo'lmaydimi deyiladi. Keyin misol uchun yana nimadir so'zlayotsa, adabiyotga qiziqib, misol uchun yoxud yoki shunaqa so'zlarni yozadigan bo'lsa, Inchi non. prikol qiladilar. Bacham bunaqa deb yozmagan degandim-ku deydilar misol uchun. O'zimdan nimadir qo'shaman xullas. Masalan, bitta odam aytgan gapini chizig'idan bu chizig'igacha qilmayman. Yoki bu so'zdan chiqishim kerak yoki boshqa narsa o'zim narsani qilishim kerak. Xullas, o'zidan nimadir chiqishi kerak. Nimadir qilishim kerak man. Bo'lmasa bo'lmaydi. Xo'p deb qo'yaman, lekin qilaman o'zim aytganim. Bu narsa lekin yaxshi ham. Xuddi shunaqa. Ho'p, oilada sizlarga eng ko'p aytiladigan gap. Uying bormi sani? Yo'q, deymisan. Man ota-onam borligi esimda bormi? Ko'p oyim aytadi u gapni. Misol uchun universitetda hozir yotoqxonada turgan bo'lsam, birinchi sinf o'qigan uyda qatnamaymiz. Keyin 2-3 kunda bir eslab telefon qilaman yoki ular meni eslab telefon qilishadi. Esingda bormi san bizani bilasanmi? Biz turibmiz. Eslamayapsan deb qo'yadi. Keyin men bundoq qarayman, rostdan ham telefon qilmayapman deyman, lekin mana 2-3 kunim shunaqa tez o'tadi, bilasizlarmi? Kecha misol uchun oyim bilan gaplashgan bo'lsak, 3 kundan keyin ham xuddi 1 soat oldin gaplashgandek bo'lamiz-da. Lekin bundoq oraga qarash har qatdan bundoq vizifant chiqsam 2-3 kun gaplashgan bo'lamiz oradagi masofa. Vaqt tez o'tganidan demoqchiman. Uydagilarni o'zi telefon qilib aytdi. Keyin bugun ham ertalab uydan chiqib yotganimda adam aytdilar. Shanba kelib tur, qancha vaqt oladi? Shunaqa narsa. Ho'p, yana bir savol. Agar bugun oxirgi kuningiz bo'lganida, birinchi bo'lib nima qilgan bo'lar edingiz va sizdan keyin nima qolgan bo'lar edi? Nima deb o'ylaysiz? Zo'r savol. Hammaga beradigan savolim o'zimga berishsa. Buni kim beryapti sizlarga? O'shada. Men ishoning, savol miyamda qanaqa savolni taxlab o'zim uchun taxmin qilib keldim bor. Bundan boshqa savollar Вообще boshqacha savollar-da, bilmayman. Lekin zo'r menga yoqdi. Lekin zo'r. Odam o'ylantirib qo'yyapti haqiqatan. Men o'sha tayinlanib keldim, bunaqa savol bersam, bunaqa javob beraman, bunaqa savol bersam, bunaqa javob beraman. Yo'q, qayerdan men hozir taxmin qilgan savolim bittasi ham yo'q bu yerda hozir. Yaxshi. Xo'p, nima qilgan bo'lardi yoki siz? Misol savol. Javob bering, okey. Men o'ylab turay birpas. Yo'q, aslida xabarim bo'lsa bugun oxirgi kunimizni men bunaqa narsa qilaman deya olmayman. Chunki shu kungacha okey, qo'limizdan kelgan hamma narsani qilib yuribmiz-da, iloji boricha. Balkim xursandligimdan kimgadir aytmoqchi bo'larman, yaqin qarindoshlarimdan. Balkim yo'q. Iloji boricha har kimning ko'nglini olishga harakat qilib, tabassum bo'lardi menimcha. Misol uchun ko'p jiddiy yuramiz biz. To'g'risida, okey. Yo'q, men sizga aytmadim. Bizda deganingiz okey. Men sizni ham jiddiy yurganingizni ko'rmaganman. Nimaga? Qo'ysangiz okey. Ikkalangizni ham naborot jiddiy yurishmaydi degan savol ham bor. Turchay berasiz. Menga o'xshab. Bu samimiy tabassum. Endi qozonni oldiga yursangiz qorasi yo'qadi, to'g'ri. Umiddan yo'qamashik. Lekin oldinroqdan men shashib jiddiy yurardim. Ну, tabassum bilan endi hozir hamma kayfiyat ulashib yuribdilar-da. Bularni ko'rgan odam, bizani ko'rgan odam o'sha sal jiddiy ko'rdimi? Umidjon aka yoki Bunyod aka nima bo'ldi? To'ppa-to'g'ri mashinasi. Nima bo'ldi? Sal jiddiy yurib qolamiz-ku. Kayfiyatingiz Nima bo'ldi dedi. Yo'q, hammasi joyida sira aniq qilamiz. Lekin o'sha vaqtda o'ylaymizki, demak biz kulib yursak, kimnidir o'sha kulishimiz orqali kayfiyatini ko'tarar ekanmiz deymiz-da. Shu orqali biz harakat qilamiz, nima muammo bo'lishidan qat'iy nazar ham kulib yurishga. Keyin men bilaman bir narsani, akangga ko'p aytaman. Qizlar, bolalar o'zimiz komanda yurishadi. Bizaniki yuqumli-da, ishoninglar. Yuqumli. Bilmayman, men o'zim ozgina nima narsadan bo'lmay qolib, kimgadir gapirayotgan paytda sal jiddiroq gapirib qo'ysam, bo'ldi, muhit shunaqa buziladi. Hamma jiddiy yoshlar sovib qoladi ikkalamiz. Ayniqsa sizlar bilan endi tanishmoqchi bo'lganligi bu narsa katta ta'sir qiladi. Ya'ni gapirishga ham qanaqa tortinib qo'rqib qoladi-da agar. Qo'rqib gapiradi. Xuddi bizani katta odamlar edi. Lekin boramiz-da, to'xta, men sizlarga o'xshagan talabaman, bemalol gapiring, desam, keyin o'zini sal bo'sh qo'yib, keyin gapiradi. Tashqi ko'rinishdan qanaqadir bizga katta ko'rinar ekanmiz. Shunaqami rostdan? Demak, javobingiz sizdan nima qolgan bo'ladi? Mendan xotiralar bo'ldi, boshqa hech narsa. Aynan qaysi xotiralarni qolgan? Yaxshi xotiralar. Xo'p. Misol uchun umid yasash mumkin. Mana akam bor, birga kengash ishlaganmiz edi. Yoki ota-onangiz. Okey, menda ham bir kun qolgan, sizda ham bir kun qolgan.
Ya misol uchun aytyapman-ku, bu alohida berilayotgan savol. Nima qo'yaman bularga? Shu yaxshiligimiz bo'la qolsa, misol uchun qayerdadir qanaqadir ko'chat ekib qo'ygan yoki qanaqadir yaxshi bir ishlar qilgan bo'lsa yoki misol uchun. Unaqa loyihalar bo'lgan aslida bizada. O'zi har yil o'quv yili boshlanmasdan oldin yaxshi ish qilishimiz kerak edi biza. Misol uchun o'zimizda o'tgan yil taskinga bordik, faoliyatimiz boshlanishidan oldin biz xayriya hashar qilib qo'yamiz yoki xayriya joyga yoki больницаga boshqa joyga borishimiz kerak aslida. Shu bizani yaxshi amallarimizda. Misol uchun insonda nima qo'llatsa, kelajakda yaxshi amallar-da. U yoqqa borganimizda ham baribir bizga savob kelishi yaxshi amalimizdan. Misol uchun yerda yotgan oddiy misol olib qo'ysangiz ham bu yaxshi amalingizda sizni. Shu yaxshi amallarimiz qoldi bizdan keyin boshqa hech narsa. Xotira yaxshi amallar, to'g'ri. Agarda mani bugungi kunim oxirgi kun bo'lganida men nima qilardim? O'zi bilamizki, o'zi hech kim bilmaydi bugun haqiqatan oxirgi kunmi yoki ertaga rostdan yana qaytib uyg'onamizmi, yo'qmi? Misol uchun kecha o'sha o'tmish. Bugun o'sha haqiqat. Erta esa kelajakda. Lekin kelajakda bormiz ham, yo'qmiz ham hech kim bilmaydi. Shuni hisobiga biz har kuni o'sha aytganimizdek kayfiyat ulashishga harakat qilamiz va shu orqali menimcha bizani aytiradigan bola ko'z oldiga keladi deyshadi. Va shu orqali ham biz menimcha ularni xotirasida qolsak kerak. Shu. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda va har doimgidek kuzatgan bo'lsangiz, o'zingizni rasmingiz orqasiga yoki tilaklar yoki maslahatlaringizni yozib qoldiring va rasmingiz ustiga imzongizni. Bu ozg'ira bo'lganmiz-mi shunda? Men Yo'q, aka chiroyli tushib qolgansiz. rahmat. Kecha ukamga narsa yozib keldim o'zi. Darsingiz to'g'ri yo'q. Xo'p. Shuni aytib ketmoqchiman. Finjon kafelarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta, choy maza qildim to'g'risi. Bu nimali choy? Imberli choymi deb menimcha? Malinali. Fruktoviyda, malinali choyda maza qildim. Finjanga rahmat. Mana areyskani hozir tatib ko'ramiz. Bilasiz, bizning Uniga portfoliosi bor. Bu rasmlaringiz ushbu portfolioga tushadi. Wow. Hozircha bu portfolioda 4 kishi mehmon. Sevinch opa, Zebo opa. Hozir va bugun sizning rasmingiz ushbu portfolioga tushadi. Wow. Nima yozganini o'qisak bo'ladimi? Yo'q. Bo'ladimi? Aynan bir nechta sonlarimiz Ozgina vaqt qolmadi. Sarhisob podkasti bo'ladi. Bu podkastda taklif qilgan hamma mehmonlarimizni taklif qilamiz va mana shu tilaklaringizni hammani oldida o'qib beramiz. Bilan yanada misol uchun 20 ta kishi bo'lsak, fikrlarimizni yanada kengroq olib borib, savollarimizni har biringizga yoki o'zaro savollaringizni muhokama qilamiz. Tashrif buyurgan mehmonlarimizga albatta bor taklif qilamiz. Tayyor turinglar. Kutmagan narsalar bo'ladi yana. Bu sizlar uchun yana syurpriz. Shunda hamma keladimi? Albatta 20 kishi bo'lsa, 20 kishini taklif qilamiz. Wow. Maza o'ziga. Podkastimizga kelgan kishi. Haqiqatdan ham kutmagan narsa qilar ekansizlar. Men bugun amin bo'ldim bunga. Quvonchda bo'ladi-da. Bitta bahora g'ashi bo'ladi. Rahmat. Xursand qildinglar. Va endi haqiqatdan qo'limni qo'yingmi? Ana, qo'l qo'yildi, yozildi. O'qish mumkin emas faqat. Ruchkani beraman. O'qib qo'yasiz hozir. O'zim qo'yaman. Qo'lni pashi qo'yibdilar. Serdechkasiga bo'ling. Oppa. Bizni chiqartirib qo'ygan o'xshaymiz. Qo'llarni. Wow. Husni qattiq qarang. Bu bolani ko'rib, Masjidga qo'l qo'yish kerakmi? yo'q, oldiga jiga. Keyingi sovg'alarimiz esa sizlar uchun. Wow, sovg'a ham bormi? Bu sovg'alar sizdan kelib chiqqan holda sizga beriladi. Birinchi o'rinda bu bizning vizitka. Rahmat. Bizni Vizitkamiz. Rahmat. Unigap. hammasi bor. Samimiy va kutilmagan savollarni kutayotgan bo'lsangiz, albatta Unigapga tashrif buyuring. Sizlarni o'zligi taklif qilishadi. Kutilmagan tarzda va bu yerga kelib ishoning, kutmagan atmosferani va kutmagan savollarni qabul qilasiz. Ular hammasi anonim tarzda bo'lgan. Bu esa bizning sovg'alar
beramiz ochib. Kattakon rahmat. Ochib, ko'rsating. Jigar, Qani, oka? kamerani olib taqding, siz kamerangizni yoqing, men sizni o'tkazib olaman keyin. Yo'q olmayapti. Olibdi. Hech kim bilmas uni otganini. Ayolsiz. Xo'p, Unigap podkastiga biz tashrif buyurdik. Boshlovchilik alohida rahmat. Mana Quvonchbek bilan Bahora va Ahmed bizga sovg'a berishdi, lekin sovg'aning ichida nima borligi qiziq. Buni yotam shu. O, nima edi bu? O, dedingiz nima edi bu? Bilmadim. Sizlarni juda ko'p kuzatdik va shuni bildik. Juda ham ko'p dars. Sovg'a ochish yomon ko'ra olmayman-da, shu sovg'a ochish bilmayman-da, chunki ko'p sovg'a ochmaganman. Manmi, okisizmi? Men. O, oka. Matching qilar ekanmiz-da yana jigar. Avvalambor Unigap podkastiga yana bir bor rahmat aytaman taklif uchun va shunchalik atmosfera, kayfiyat ulashganligi uchun va oxirida shuncha narsa berishganligiga qaramasdan finjandan issiq choy berishdi, arechki berishdi va undan so'ng oxirida mana shunaqa sovg'a ham berishdi. Sovg'aning ichida biz o'zimiz har kuni ishlatib yuradigan va bizga yoqadigan galstuklar biz Bunyod bilan ikkalamiz har doim bir xil narsa olishga harakat qilamiz, bir xil kiyinishga harakat qilamiz. Shu joydan ham misol uchun bilsanglar bo'ladi, eng yaqin do'st, eng yaqin hamkasb, eng yaqin qadrdon insonligimizni va o'sha narsani sizlar kuzatuv natijasida bir xil galstuk beribsizlar. Sovg'a uchun kattakon rahmat. Menimcha o'sha yangilik va taklif keyingi sonlarida menimcha o'sha kelayotgan mehmonlar ham mana shu Unigap podkastiga o'zidan nimadir sovg'a olib kelishsa, esdalik bo'lib qoladi degan umiddaman. Biz o'zimiz olib kelmadik, prosta hozir ana shu o'tirib, joylarni ko'rib, o'zimizda shunaqa narsa taklif bo'lib qoldi. Albatta, keyingi keladigan insonlar ushbu gaplarimni eshitayotgan bo'lsanglar, buni siz ko'ryapsiz-ku, to'g'rimi? O'sha keyingi gap, ya'ni Unigap podkastiga o'zidan nimadir esdalik sovg'a olib keling va bular ham sizni shunchalik xursand qilishdi, bular ham sizlarni ozgincha bo'lsa-da xursand qilgan bo'lasizlar. Va oxirida Unigap Tilaklaringizni bilan ham aytib qo'ysizlar. Jigar, men aytdim, qarang shunday gapirdim o'sha kameraga. Siz bu qanday? Siz bu yoqqa kelib keling. Bu proyektni ochilganidan, faol yuritayotganidan, aynan boshlovchilari, tashkilotchilar birinchi kurs bo'lganidan juda ham xursand bo'ldim. Zo'r. Hozir gaplashamiz desa, ertalabgacha gap qolib ketardi. Keyingi kelayotgan ishlaringizga omad va zafarlar tilagan holda faoliyatli rivoj tilab qolaman. Omadinglar bersin, zo'r loyiha qilsizlar. Men xursand bo'ldim ko'p. Rostdan maza qildim-chi. Men maza qildim. Aka, men kutmagan narsa bo'ldi shu joyda. Bugungi sonimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mehmonlarimiz bilan juda ham ajoyib va qiziqarli suhbat olib bordik. Like bosib, podpiska bosib qo'yishni unutmang va kelgusi mehmonlarimiz kim bo'lishini taxmin qilib qo'ying. Kommentariyada kutamiz. Agar kim ko'proq taklif buyurish talabi bo'lsa Va kim ko'p like yig'sa o'shani chaqiringlar. kim ko'p like yetsa o'sha inson taklif Keyingi qilinadi. mehmonimiz. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling, rahmat charchanglar. Biz o'zimiz kengsar kelamiz ham deyman. Yo'q, lekin-chi